2020-yilda ikkinchi marotaba ona bo'ldim va 4,5 yoshli qizim katta stress oqibatida ta'sirlanish, uning o'rnini go'yoki boshqa bir inson egalladi-yu, u e'tibordan, diqqat markazidan tashqarida qoldiki, go'yoki. Va mana shu joyda 9-may sanasida qizimda ilk marotaba logonevroz, ya'ni duduqlanish holati namoyon bo'ldi. Perinatal davrim 9 oy davomida juda katta stress, qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik, ta'sirlanish va kuchli toksikoz 6 oy davomida men bilan yashadi. Mana shu turdagi farzandlarimizda albatta duduqlanishga, ya'ni logonevrozga moyillik bo'ladi va ular dunyoga kelgach, ularni kichkina holatlar, kuchuk, mushuk, qorong'ulik, multikdagi qo'rqinchli voqealar aynan shu duduqlanishni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ha aytgancha, tug'ruq davrida ham, tug'ilish, farzandni dunyoga kelish jarayonida ham agar bolada travma olingan bo'lsa, u bolada ham albatta duduqlanish kuzatiladi. Menda shuni hammasi bo'lgan. Farzandimni ilk vujudimda paydo bo'lgan kunidan va dunyoga inga deb kelishigacha faqatgina jarohatlar bo'lgan. Shu bois assalomu alaykum, duduqlanish sen kelding.